bilmaganlar uchun yaxshi ma'lumot beraman. Mana shu to'g'rimizda turgan kamerada Burchumilla qishlog'i bo'ladi. Mana bu esa Burchumilla resort. Burchumilla qishlog'idan Chatqalga kirib ketsanglar bo'ladi va Ko'ksuv yorig'iga shu yerdan kirsanglar bo'ladi. Ko'prikdan o'tgandan keyin Yakatut qishlog'i boshlanadi. Yakatut qishlog'i ham juda ham katta. Ko'rdinglarmi, hammasi suv bo'yida. Suv ham ozgina, bir taxminan 100 metrcha qoldi joyiga chiqishigacha. Yana 10 kunlarda chiqib qoladi. Tabiat ko'ringlar. Mana bu to'g'ridagi tekislik Yusufxona qishlog'i bo'ladi. Mana shu joy Yusufxona. Mana to'g'rimizda Robinson plyaj. Oqqum plyaj mana shu tekislikning orqasida. O'rtada ham bitta plyajimiz bor. Mana shuni tagida Sharshara degan plyaj. Shu qurilish bo'ylab pastga tushsanglar Sharshara degan plyaj. Men hozir Yangiqo'rg'on qishlog'idan turib sizlarga ko'rsatyapman. Tabiat juda ham chiroyli.